Assalomu alaykum do'stlar. Bu buguncha tilda 0 yo faza 90% bilmayman borligini. Men sizga hozir aniq qilib, lo'nda qilib, o'zimizning tilda tushuntirib beraman, oddiy tilda tushuntirib beraman. Mana xo'sh. Plus figurniy отвертка, plus figurniy отвертка kishnasi va multimetriya yordamida mana shu instrumentlar yordamida hozir sizga aniq qilib tekshirib beraman. Xo'p, do'stlar. Ko'pchilik bilmaydi. Buguncha tilda 0 emas, faza bo'lishi kerak. Agar buguncha tilda 0 bo'lsa, bu xavfli. Hozir tekshirib ko'rsataman. Buguncha tilda aslida nima bo'lishi kerak? Buni aniq hamma bilishi shart. Xo'p, do'stlar, mana hozir ochib olamiz. Ochib Hop, yo bizniki eski bo'lgani uchun minus ekan. Xo'p, do'stlar, mana bugunchalarimizni ochib oldik. Mana ko'rib turganingizdek mana. Xo'p, bu yerda asosan faza keladi. Yoki faza tushadi. Faza bu qo'shuvchi hisoblanadi. Faza to'g'ridan to'g'ri bunga kirib keladi. Kiribdan bunga keladi. Bundan chiqib, bu qo'shib bersa, to'g'ridan to'g'ri tepaga chiqib, lampochkaga boradi. Kim butumi? Mana do'stlar, qo'ldan kelgancha endi multimetr olib oldim. Endi ushlashda imkon bo'lmadi. Asligini isbotlab beraman. Mana bu yerda hozir 0 rangi. Bitta faza bo'lmagan, faza ketib qolgan naryoqdan. Bitta faqat 0 bo'lgan xolos. Bu xato o'ringan buguncha hisoblanadi. Mana do'stlar, hozir bunda buguncha asosiy vazifasi mana ikkita sim kelyapti. Mana chap tomondan, o'ng tomondan minskaga qo'tilgan. Mana ko'ringiz bo'lsa bo'ladi. Buni vazifasi fazani uzib berish kerak. Bu tomonni bu yerda esa 0 kelgan bo'ldi. Faza to'g'ri lampochkaga qarab ketgan. Endi shuni hisobiga faza lampochkaga to'g'ri ketgan bo'lgan bo'lsa, lampochkani almashtirganimizda 0 uziladi, chiroq ochiq bo'lsa ham ichi to'kib qoladi. Shuni hisobiga lampochka almashtirganimizda bizni to'kirish mumkin. Juda xavfli bu, juda ham xavfli. Mana shu buguncha til tagidagi har doim bu yerdan faza o'tish kerak. Bu yerda 0 yoki faza bir xil vaqtda kelmaydi hech qachon. Bu yerda faqatgina yo faza yoki 0 keladi, bitta sim keladi. Prosta bu qo'shuvchi, xolos. Agar sizlarga shu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, elektr sirlarini bilmoqchi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Xulosa sekin-sekin o'rgatib boraman. Mana sizlarga bitta rezultat topdim mana. Buni endi xolos tuzatib, buni o'lda to'g'ri lampochkaga beramiz, fazani esa bunga olib kelib, bundan o'tkazamiz. Sog' bo'linglar.